Ko'rishingiz mumkin. Mana pastdagi ko'rinishi. Mana hozir usta bilan gaplashasizlar. Usta hormang. Salomat bo'ling. Bu zina qayda, necha bo'lgan? Obunachilarga tushuntirib bering. Bu Namangan viloyatining Sarg'on tumanida. Hop. Zinamiz razmiri kerakmi sizga? Ha. Zinamiz razmirlari bu telefon bo'lsa, o'sha uyingizni balandligi 355. Hop. 16 santimetrda 20 bitta stupenka tushgan. Hop, plashatkamiz uzunligi 10 metr. Stoga qo'yganmiz oldiga, arka qo'yishga imkoniyatimiz yo'q edi. Mana gipsokardonlar ko'tara olmaydi. Shuni hisobiga arka qo'ymasdan stoga qo'yganmiz. Oyoq qo'yadiganlari uni balandligi 16, oyoq qo'yadigan 28 santimetrdan tushgan. Mana o'tib ketmasligi uchun 28 dan qilib qisqartirib yuborganmiz. Har qanaqa joyga zina qilib berishga Xudo xohlasa va'da. Xudo xohlasa zina tushirasiz. Tushiramiz. Inshaalloh obunachilarimizdan agar zakaz kelib qo'yadigan bo'lsa, Birorta surpriz qilay endi obunachilarga. qilamiz surpriz. Mana shu videoda kelgan birinchi zakazni el qo'taridan 200 mingdan tushib beraman narxini. Ana zo'r bo'pti. 800 mingdan 1,5 million bo'lganimizni 1 million 300 mingdan. Bo'ladimi yo yanami? Yanami? Yana ozgina. Yana qo'shimchasiga mana To'xtab turing, like, kommentariy. Nechta bo'lsa, bittasini bekorga qo'yib berasiz. Endi el qotari bizniki ham millionda yo kuchayib ketdimi? Yo endi misol uchun. 500 ming like. Hop. Nechta bir 2000 ta kommentariy bo'lsin. Bo'l. Prosmotr muhim emas. Prosmotr muhim emas. Libbo chiqqan zinani Xudo xohlasa love. Bekorga mana. Like, podpiska, kommentariyni bosamiz. Hozir 12 ming obunachimiz bor. Hop. YouTube'da. Instagramda 3 ming obunachimiz bor. Agar Instagramda 10 ming, YouTube'da 50 mingga chiqqan kuni yana bitta shunaqa bonus qilaraman. Vo ana. Like, kommentariyni bosamiz. Mashina singlaring katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, qizig'i yo'q. Bo'ldi ana. Xudo xohlasa eshitding-a? Mana shunaqa katta zina bo'ladimi, kichkinami? Hop. Videochi yana bitta priz, operator. Eng zo'r like olgan kommentariy, eng chiroyli so'z bilan yozilgan kommentariyaga kim eng like ko'p yig'sa o'sha. Hop. O'shanga 500 ming so'm priz bor. Vo ana. Kim chiroyli kommentariy yozsa, eshitding-a? Kommentariy kim ko'p like olgan bo'lsa, o'shanga 500 ming so'm pul beriladi. Va'da mana karta raqamini tashiladi. Xohlasa o'zi bizning oldimizga keladi. 500 ming so'm pul shu qo'liga olganni video qilib ham chiqaramiz, qo'yamiz, ko'rasizlar. Xudo xohlasa bizda hali gap aytib qilinadi sirazi. Yana bitta intriga qilamiz. Yo, bonus ko'payib ketdi. Bir safargi videolarda denak bonus qilaysiz. Bir safarmi? Rossiyada ish. Bolani bitta eslatib qo'ygan bir safargi videoda dahshatga intriga bo'ladi. Vo ana. Bilolxon ham xursand bo'lib ketdi oxiri. Katta ustamizni ham ko'rsat. Katta ustamiz ana. O'sha akamiz bo'ladilar. Yaqinlashtirsanglar jo. Endi bizni sheringlarda mana akamiz. Bular ham yaxshi ishlarlar. Do'stim, qadrdon do'stim. Do'stlar.